Hürmetli körürmenler, ben sizlerinin sırdaş dostlarla Adila Abluz. Şinjan Paradiyo Sudu Çeklik Şirketi has namını ağan Studiyaga Kim Keldi programmasi Şinjan Radio Televiziya stansiyasida ko'rsatilayotgan naqshi muzikalar naq maydonda o'rinlanadigan ekrandan halqagan universal san'at programmasi. Har bir son programmada Cho'lponlar siz va biz bilan birga naqshi aytadi. Siz Şinjan Sun'iy Hamra televiziyasining ommaviy undidor suhbatini qo'shib olib, o'zingiz aytgan naqshlarni sin orqali avarsangiz, Studiyaga Kim Keldi programmasida Cho'lponlar bilan birga naqsh aytish fursatiga erisha olasiz. Her bir son programmada mastanalarga Cho'lponlar bilan birga naqsh aytish fursati yaratib beramiz. Sizning programmamizga qizg'in qatnashib, Cho'lponlar bilan birga naqsh aytish fursatiga erishishingizni chin dilimizdan umid qilamiz. Salam dostlar. Studiyaga Kim Keldi programmasiga qatnashgan nurg'un mastanalar orasidan tanlanib, bugun o'zim yaxshi ko'rgan naqsh cho'lponi bilan bir sahnada naqsh aytish fursatiga erishganligimdan intayin xushalman. Xushalligimda hozirla naqsh aytqim kelyotdi. Shavkat, Tursun, hammamiz qahrdan qishni uzitib, bahor shodligiga cho'mib, chag'allarimizni shunchalik xushal o'tkazib o'tiribdimiz mana. Ishning beshi sahardan, yilning beshi bahordan deb, yangi yillik chag'annimi yaxshi kutib oldik. Çağınımız degan arzu umidga to'lgan mushundaq bir xosiyatli bayram hammamizga xushallik elib kelgisi demak Studiyaga Kim Keldi programmamizning bu sonini cho'qim daqqizib ketdi deb o'ylayman. Qani amsa Studiyaga Kim Keldi programmamizning bu soniga kim keldi kim? Programmamızın xas namını Şinjan Paradiyo Sudu Çeklik Şirketi ağan, Oppo Reno 5 жүрішlik yan telefonları hamkarlaşkan, anından keyin bizning yegi qahvaları programmamız bilan strategik hamkarlaşkan. Bu şirketlarga mo nayt ko'p rahmatimizni aytamiz. Şirketinglarning ishlari utuqliq bo'lsin, texmo ko'p Aqçılar sizlarga yar bo'lsin. Bizningmi sizga sovg'imiz bor. Mushu Studiyaga Kim Keldi programmasiga meni taklif qilganinglar menga berilgan eng chong sovg'a emasmi? Unda javob ketmaslarim bo'ladi. Voy, javob qo'ydik. Qani, bizdan kelsin endi. 今天我的爱徒乔丽拜也是全国星光大道的总冠军，要在谁在录音棚这个栏目做专场，希望录像圆满成功，祝新疆的朋友新年快乐，万事如意。谢谢师傅。 Mana bizningki ataqliq yuji peshvoyimiz Shoshanyu muallimi sizga atab so'z qilib berdi, bizning programmamizga tabrik yo'lladi. Bu bek cho'ng sovg'a jumib Shu rasmi bek yomon kelsizlarmi? Abiyam aytganim Beijingninki Jingjuisi bizning Go'tsui, ya'ni davlat go'hiri deb atildi. Meningki ustozim shu Parlaq yo'l programmasininki baholag'uvchisi, uning ustiga men tunji qitim xana yuji, ya'ni kim deydi ayollarni erlarga yetanmaydi deb degan bir bo'likini aytgan vaqtimda bek hayajonlanib, bek xushib ketganchu. Shuningdek men yaxshi ko'rib, keyin musobaqadan keyin o'tgan yillik chag'anda meni qabul Bu yıl mana bu çağallıqda Studiya Kim Keldi programmasininki yana bir qitim çağallıq so'g'ini topshirib oldim. Rahmat juma. Cho'lpon, sizga yana davomliq bizningki so'g'alarimiz uzilmaydi. 大家好，我是梁小龙，祝贺星光大道年度总冠军乔丽拜参加新疆电视台。 Vay maylı Huyencan'ın kinosunda Çinci Nurul'una artık 录制专访圆满成功，恭喜恭喜恭喜你！ Men pek yaxshi ko'rdigan artist bu. Chunki kichik vaqtimizda Xoyanjonni ko'rib, telib qoladi. Shuning ichidagi ham hammadan yaxshi ko'rdigan bir obraz Chenjin. 我预祝我的好学生乔丽拜。哇，王世贵malımımdım tip pops'larda. 参加今天谁在录音棚栏目录制成功，祝栏目越办越好，祝新疆各族人民春节快乐。 Maktabga o'qishga borgan vaqtimda shu Vanshukoy ma'lum menga nihoyat savrchanlik bilan darslarni o'tgan, naqsh o'qish texnik jihatdagi takomillashishimga mana shu muallim harmay talmay menga ajr singdirgan.
sizning mush parlaq yo'l programmasida chempion bo'lish jarayoninizdagi o'zingizning beshingizdan o'tkazgan sizga nihoyat ta'sir qilgan bir omillarni so'zlab beramdiki degan umiddaman. Mushu parlaq yo'l programmasi qatnashqili 2016 yildan 2018 yilgacha 3 yil vaqt ketdi. Jami 14 qitim sahnaga chiqdim. 14 qitim sahnaga chiqish jarayonida 400 odam qitim menga hamroh bo'lib sahnaga chiqqan artistlarni ishlatdim. Shon Cho'lponda. U muzikani yozgan ma'lum Xutinjangda mushu Mayla benzuchi Chuntianda Paley, Shuanjing degan naqshlarni yozgan ma'lumchi bak tangliq. Oshchaqda qalbimda bir armanim qolib qolganchu. Andan keyin hammasining yordamida Yulian Pashang Chang degan bir naqsha ro'yobga chiqdi. Shu bir naqshning turtkisida men ham fasllik chempion, ham yillik chempion. Shunlashqa endi ajr qilsalar, qandaqli vaqt ajr qilsalar uningki cho'qqim mevasini yeydi. Endi Cho'lpon, mushu sizningki studiyaga kim keldi programmamizda sizni ziyorat qiladiganligimizni e'lon qilgandan keyin ko'p savollarni so'radi sizdan. Mushu savollardan o'zingiz tanlab bir qanchaga javob berib bersangiz. Qani, Oppo televizorida chiqayotgan bizning savollarimizga nazar tashlaylik. Qaysi numurni tanlaysiz? Birinchilikni qo'g'lashganda birinchi bismillah. Bo'ladi qani, birinchi savolga. 小丽拜，我们很喜欢听你唱的歌，我们特别佩服你的勇气。我们也经常听你唱《掀起你的盖头来》，听了就想跳舞。今天你给我们现场唱这首歌，怎么样？最后，祝大家春节快乐！ Suallarni talabgan bu. Shu ba'zilar talab qiladi ekan, ba'zilar savol so'raydi ekan. Endi buning javobi shu naqsha aytishda hamda Qashingni qara deydilar, qarqash ishkanni yar. Ko'zan qashingni men bir ko'ray, jonim ufkumay yar. Ko'zan qashingni men bir ko'ray, jonim ufkumay yar. Qani, qahvalarimizdan ishkash, yegi qahvalardan suhbatimizni davomlashtiraylik. Texmi chang chiqirtaylik deysiz-ku, yo'qur kayfiyatda. Albatta. Cho'lpon. Endi yana bir savolga qaysini tanlaysiz? Birning haqidan ishki keldi-ku, ishkini tanlang. Cho'lpon olim yaxshimisiz? Men bu naqsh o'qish qiziqaman. Menimcha sizga o'xshash g'ayrat qilib, tirishib, mamlakat sahnasida chaqnash oson emas. Mening sizdan so'raydiganim, siz bu jarayonlarda voz kechishni o'ylab boqqanmi? Burunqi aslimlarni aslab ko'zingizga ishkayapti-da, Detaylarda yurganlarim, velosipedlarni minib ketib qoldim. Kechini kunduzlar ulab mashq qilgan vaqtlarim, naqshlarni ba'zi naqshlarni 100 qitim yezib turibchi, qog'ozga yezib turib 100 qitim, hatto 500 qitim o'qigan yerlarim bor. Vaqirsam xulim xo'shtirim anglaydi, ish kirdi bo'lgandan keyin nima shuvatdi, mehmonxonada anglaydi, unda qandoq amal topdingiz desangiz, heliqi yotqandan ichiga kirib, anonki yostiq bilan yuzimni ishda to'sib oldim. To'sib olib degan vaqirab ketaman, har bir benzina shu yoplayman-da. Uning ustiga haftalik chempion, oylik chempion bo'lgandan keyin xalqninki mang'il kutgan umidi taximi zo'r bo'ldi. Chidimsam bo'lmaydi deb voz kechishni qat'iy o'ylab baxmadim. Shunlashqa menga o'xshash nurg'un tirishayotganlar bor, sizlarga deydiganim hargiz voz kechmanglar. Hayotli bo'ldi ekanmiz, cho'qim tirishishimiz kerak. Cho'lpon muallim nim degan tirishchana, hayot sarguzashtlarini anglab behim ta'sirlandim. Yana bir savolga javob berib bering endi. Bo'lamdi. Qaysini tanlaysiz? 3-chini. Adilada Cho'lponada yaxshimsizlar. Men Erpan Hasandan hammalarga o'tib salom. Cho'lponada sizning parlaq yo'l programmasida aytgan naqshlaringizni anglab, sizning g'ayratingizni naydi cho'ng ilhomlarni oldim. Siz biz yoshlarga arzuga intilishning naydi go'zal bir ish ekanligini o'z amaliyatingizda ko'rsatib berdingiz. Yana sizdan so'rab baqsam, sizning yana qanday orzularingiz bordi? Voy, Cho'lpon muallim bo'lgandan nim deb javob bera.
Qanday yaxshi savol sordi. Buningdan keyingi arzuyum ko'plab ijodiy naqshlarni o'rinlash, ustozlarning naqshlarini texmo yangicha bir kayfiyatda xalqqa sunish. Xalqmu naqmu shu sizning deganingizdek mushundaq ro'yi o'ziq kerak, albatta. San'atkorga naq mana mushundaq bir maydon kerak, shundaqmi? Arzularingizni ishga oshirishingizga albatta biz chin ko'nglimizdan tilakdoshlik bildiramiz. Cho'lpon, bizning ham sovg'alarimiz uzilmaydi. Parlaq yo'l programmasining Qo'moldagi ham Abdullayondagi tanlashlari tanlanib, poytaxtimiz Beyjingga borgan vaqtda berişe qo'shilmadim. Yolg'iz bo'lsa, nurg'un jafo mushaqqatini saqlab turadi. Yaxshi natija chiqmay qolsa, o'ziga qattiq besim bo'qalamdi. Shuning uchun qo'shilmagan, lekin uning kasbiga o'tda qiziqligi meni qoyil qildi. Musobaqaga qatnashgandan keyin biz uning ayolining yolg'iz emasligini tanib yetdik. Cho'lpongul, jafo chekdingiz. G'ayrat qiling. Men sizni mangu qo'llayman. Omakligimi, dadamning, apamning, qizimning, yo'ldashimning mush munosabat bilan bak rahmat sizlarga, mush munosabat bilan oilamdagilarga, hammasiga bu yo'ldashimga ko'pdan ko'p rahmat. Endi mushu naq maydonda naqsh o'rinlash bo'ligiga bir chiqib baqsaqanda xulan. Men kutgan vaqt oxiri ketgan. Naq maydon qaysi naqshlaringizdan keldingiz? Men sahnaga hayot so'ygisi, yardidari, baxtidari, ayrivat, uningdan boshqa oson emas degan naqshlarni etgandim. Bu naq maydonimiz texmi huzurliq bo'lib ketadigan bo'ldi. Ha, Cho'lpon, mana muzikantlarimiz taxol saqlab turdi sizni. Naq maydonimizga bir taklif qilib olaylik-chi. Qani, marhamat. Qoldirib ketparma. Ay, to'xtang. Men bu fursatni ching tutib, sahnaga yana bir yangi qiyofatda chiqsam qanday? Voy, albatta. Rahmat. Muzikalarni bir sınaq qilib olamiz. Chatmudun bakın bir sınaq qilaylik. Yaxshi, Qaysar bas. Yaxshi. Qaysar nay. Cho'lpon, mana naq maydonimiz boshlanish oldi turibdi. Cho'qqum ishonchim komilki, bugungi naq maydonda ajoyib naqshlaringiz bilan hammamizni bek hayajonlantirib etsiz. Qani, marhamat. Programımızın xas namını ağan Şinjan Paridiyo Sodiçeklik şirketiga, Oppo Reno 5 жүрүшлүк yan telefonlarının hamkorlashganiga, Yega qahvalarining strategik hamkorlashganligiga rahmat aytamiz. Pinhanlarga mümkün deydi da Görsatmıgaş cemalini ya Pinhanlarga mümkün deydi da Yandın öte hicran azabı
Yerdini şu elem çekigen Yerdini şu elem çekigen Yağmur bulup tökülmesin ya Yağmur bulup tökülmesin ya Pek güzel, pek çıraylık ettiniz. Oy, hilqi avcın nim degen çıraylık hem şunçilik igiz. Manaqshni men tunji qitim mushu sahnada mushu Shenchang Yuedo'ga aytishim. Naq maydonda aytishim. Ikkinchi naqshingiz? Ikkinchi naqsha ayrivat deb. Shu o'tmishingdan hozirqini ayrivat. Atini kutib ol. Amsah naqsha ayrivat. Mana bugun mushundaq yuqori kayfiyatda o'ylanga hammamizga chag'an bo'lyotdi. Bahorni kutib oldigan bir bahorda mana siz qip-qizil, men degan moysidagi yeshilni kiyib tas. Endi mundaq bir halqimiz batdi bizningki, bundaq bir bo'lak. Bizmi programma ko'ribsidan o'ylashib, sizga billa naqsha aytadigan mastaningizdan birini tanlab chiqdik. Tutuling. Voy, mening mastanam bormikan? Voy, menli mastanim bo'lib o'tamdim ketsam. Voy, mastanam bormikan? Cho'lpon ustoz bilan naqsh aytadigan fursatmi kelibdi? Avjisiga ovozim yetami? Bugun biz sizningki tanlangan mastaningizni naq maydonga akeldik. U bo'lsa-mu bizning G'o'ljidan kelgan Minavvar olim. Qani marhamat. Ha, sahnaga chiqib naqsh aytadigan oxirgi minutlarni yetib kelibdi. G'ayrat qil Minavvar. Jayo'q. Marhamat. Bir chiroyli qizgan mana. Minavvar bugun sahnaga chiqishga jiddiylashdingizmi? Jiddiylashdingizmi? Alayda Sahna boshqacha bo'ladi ekan. Jiddiylasdim.
Tunji chiqishingiz bor bunda sahnaga? Tunji chiqishim. Ha. Siz nima kasb qilasiz? Men odatda tijoratchi, lekin naqsh aytishni yaxshi ko'raman, bo'libmi Cho'lpon ustozning naqshlarini bek yaxshi ko'rib anglayman, bek yaxshi ko'rib aytaman. Cho'lpon ustoz bilan birga naqsh aytay deb keldim. Sizlarga sahna qaldimsan. Qani, marhamat. Birinchi misrasini men aytaman, ikkinchisini siz aytasiz. Ish qilib tabiiy aytaversak bo'laverdi, jim. Studiyaga kim keldi programımızın xas namını Şinjan Paradiyo Soda çeklik şirketi algan. Oppo Reno 5 жүрішlik yan telefonları hamkarlaşkan. Yega qahvaları strategilik hamkarlaşkan.
baş qismini şundaq yaxşı maslaştırdыңlar. Әң игіз yerni yana Çolpan sizin qiyinlanıp qalmasın deb öz orunlap berdi, şundaqmı? Özüm avcisiga ovozim yetamo deb sal ansirgandim. Bu qiz bak yaxshi aytadi ekan, puroqni bak yaxshi oldi ekan-a, u jon. Sizlarga yana davomli bizning so'g'illarimiz uzilmaydi. Sizlarning sog'lomliginglar uchun Şinjan Eltaş Xalqaro suvdichaklik shirkatining Momkap javharini sizga sovg'a qilamiz, Çolpan. Endi meni versanglar, sizga mo o'xshash shu Şinjan Eltaş Xalqaro suvdichaklik shirkatining Momkap javharini sovg'a qildik. Çolpan 4-naqshingizga qaysi naqshini aytishni o'ylashdingiz? Men uni jendan oson emas degan naqshini mush ekran oldidagi do'stlarga, barliq yoshlarga sovg'a qilay. Meni verishimiz pastda o'tirib, bu naqshingizdan billo huzurlamaydi.没那么简单就能找到聊得来的伴，尤其是在看过了那么多的背叛，总是不安，只好强悍。谁谋杀了我的浪漫？没那么简单就能去爱，别的全不看。变的时机也许好也许坏各一半，不爱孤单依旧也习惯，不用担心谁也不用被谁管。快乐就忙东忙西，感觉累了就放空自己，别人说的话随便听一听，自己做决定，不想拥有太多情绪，一杯红酒配电影，在周末晚上关上的手机，舒服我在沙发里想。所以最开心，曾经没那么简单就能去爱，别的全不看。变的时机也许好也许坏各一半，不爱孤单依旧也习惯，不用担心谁也不用被谁管，感觉快乐就忙东忙西，感觉累了就放空自己，别人说的话随便听一听，自己做决定，不想拥有太多情绪，一杯红酒配电影，在周末晚上关上的手机，舒服窝在沙发里，相爱没有那么容易，每个人有他的脾气，过了爱做梦的年纪，轰轰烈烈不如平静，幸福没有那么容易，
想念，最伤心，安去最动心的记忆。Endi siz mushunchalar ko'p musobaqalar qatnashdingiz, ko'p natijalarni oldingiz. Sizning mushu kasbiy hayotingizda va yoki umringizda sizning eng yaxshi ko'radigan bir jumla so'zingiz desa, siz qaysi jumlani hadiya qilasiz? O'zim intayin yaxshi ko'radigan bir so'zim, 成功不简单，成功的人不是简单的人。 Barliq ko'rmanlarimizga eng yaxshi chag'alliq so'g'i bo'ldi deb qarayman. Hammanglarning chag'iniga muborak bo'lsin. Mana naite g'albilik bu qatimliq programmani tugatib oldik. Bakma hayajonlandim. Studiyaga kim keldi programmasiga hammanglarning aktiv ovoz qo'shishinglarni, shundaqla har doim har bir sonni qo'g'lab ko'rishinglarni umid qilaman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Мен o'xshash naqsh mastamlarningki shundoq bir cho'ng sahnaga alayda bo'lgan bir programmaga qatnashib, o'zining ko'ngildagi arzu-armonlarini amalga oshirishini chin qalbimdan umid qilaman. G'ayrat qilinglar. Hayat siz xohlang yoki xohlamang har kuni bir varaqqa yirtiladigan umr kalendari. Hayotingizda kasbga bo'lgan oshiqlik qadr-qimmatingizni bag'an sira oshiradi. O'zingizga bo'lgan ishonchni kuchaytirib, bo'sul darxingizni ko'klatadi. Sizni cho'lponga o'xshash ismi jismiga loyiq cho'lponga aylantiradi. Studiyaga kim keldi programmasida rangdor melodiya, naqshchi cho'lponlarning hayot hikoyasi davomlashadi. Kelar sonda studiyamizga zodi kim keladi? Xayr xo'sh, kelar sonda ko'rishaylik.